o'qib eshittirmoqchiman. Kerak emas menga go'zal koshonalar. Kerak emas menga go'zal koshonalar, qadam bosing oldin bo'lar ostonalar. Bilib qo'ysin do'sti dushman mastonalar, siz bor uyning fayzi o'rab turar ona, manzilimni baxtlar so'rab turar ona. Qimmatligim dunyolarning boyligidan, uyalmang hech belaringiz yoyligidan, ishonchim bor uyim jannat joyligidan, siz bor uyning fayzi o'rab turar ona, manzilimni baxtlar so'rab turar ona. Ismingizni faxr bilan aytsam kimga? Ha, onangiz yaxshi odam deydi menga. Onajonim menday bo'lsin bolam dengda, siz bor uyning fayzi o'rab turar ona, manzilimni baxtlar so'rab turar ona. Qo'llarimga dunyolarni tutqazganim, yaxshiliklari siyovlarni tutqazganim, vaqtlarning o'yinida yutqazganim, siz bor uyning fayzi o'rab turar ona, manzilimni baxtlar so'rab turar ona. Faqat meni o'ylaysiz har oningizda, asraysiz farzandingiz joningizda. Jannatlarda turay deyman yoningizda, siz bor uyning fayzi o'rab turar ona, manzilimni baxtlar so'rab turar ona. Ushbu she'rni rostdan ham farzandlaringiz borishdi, ayniqsa Rossiyada Mirodin akam bilan aka-ukachiligimiz bor. Omadbek o'rtog'imiz har kuni gaplashib turamiz. Kecha yozib bir xizmat etgan ekan, yugurib yetib keldim. Umringiz uzoq bo'lsin. Bugun hammamiz mana shuncha insonlar sizni xursand qilishga harakat qilamiz. So'z mana shu opalarimizga, yengalarimizga. Marhamat. Assalomu alaykum. Hammalaringiz Oling.